Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish, giyohvandlik va unga bog'liq ijtimoiy muammolarning oldini olish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tashabbuslardan biri sifatida respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi qoshida maxsus kol markaz faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu xizmat fuqarolarga narkologiya sohasiga oid zarur ma'lumot va maslahatlarni tezkor hamda qulay tarzda olish imkoniyatini yaratadi. Endilikda mamlakatimizning istalgan hududida yashovchi fuqarolar shifoxonalarga borish yoki markazga shaxsan murojaat qilish zarurati Kol markaz orqali malakali mutaxassislardan tibbiy va psixologik maslahat olishlari mumkin. Xizmat haftaning 7 kuni 24/7 rejimida ishlaydi. Ushbu xizmatning asosiy maqsadi narkologiya sohasida aholi uchun tezkor, qulay va malakali maslahat yordamini ta'minlashdan iborat. Endi fuqarolar muassasaga kelmasdan turib, mamlakatning istalgan hududidan bir qo'ng'iroq orqali tajribali mutaxassislar bilan bog'lanish va ma'lumot olish imkoniyatiga ega. Ushbu kol markazining muhim jihatlaridan biri shundaki, xizmatda maxfiylik tamoyiliga qat'iy amal qilinadi. Barcha murojaatlar konfidensial hisoblanadi va shaxsiy ma'lumotlarning sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi. Markaz orqali alkogolizm, narkomaniya va toksikomaniya bilan bog'liq kasalliklarni davolash bo'yicha zarur tibbiy va psixologik maslahat va tavsiyalar ko'rsatilmoqda. Fuqarolar kol markaz bilan 55 kodi bilan 515 45 65 raqami orqali bog'lanishlari mumkin. Xizmat kunning barcha vaqtida murojaatlarni qabul qiladi. Kol markazining asosiy afzalliklari tezkorlik, ya'ni zarur ma'lumot va maslahatni istalgan vaqtda olish imkoniyati. Undan tashqari, qulaylik. Fuqarolarning tibbiyot muassasasiga borishi shart emas. Aytish lozimki, mazkur tashabbus O'zbekiston Respublikasidagi giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurash bo'yicha milliy strategiyani amalga oshirish bo'yicha milliy dastur asosida yo'lga qo'yildi. Uning asosiy maqsadi aholini giyohvandlik xavfidan muhofaza qilish, muammoga duch kelgan insonlarga o'z vaqtida yordam ko'rsatish va oilalar farovonligini mustahkamlashdan iborat. Umuman olganda ushbu markaz fuqarolar uchun muhim axborot va tibbiy va psixologik maslahat manbai bo'lib xizmat qilyapti. U orqali aholi narkologiya sohasiga oid zarur ma'lumotlarni maxfiyligi saqlangan holda tezkor va qulay tarzda olish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.